Voy Xudo o'zingga shukr. Ha, yetkazganingga shukr mazmun bo'ldi. Ayollar, sizlarga zo'r layfhak hozir ko'rasizlar. Hozir uydan telefon bo'lib qoldi, hozir. Alo. Allo, adasi. Men xotin tez gapir. Satira teatrini fevraldagi konsertiga repetitsiyadamiz. Ana, plastimga 1 million so'm tashlab yuboring. Iltimos. Xo'p, hozir tashlab yuboraman. Bo'l, xo'p. Yana nima deysan? Ana, tashlab bergan 1 million so'mingizdan ikkita 100 mingtalik yirtiq chiqdi. O'shani qaytadan tashlab yuboring. Yirtiq, xo'p, hozir qaytadan tashlab yuboraman, xo'p. Yirtiq? Ismim Anvar, A harfiga masalaga aroq olib keldim. Meni ismim Zohid. Men sizlarga Z harfidan Zaksga olib keldim. Meni ismim Po'lat. Men sizlarga P harfidan Piva. piyal olib keldim. Ismim Ulug'bek. Men U harfidan uchastkovoy olib keldim. Nimaga? Ichgandan keyin janjallashamizmi? Kerak bo'ladi. Maza qilib o'tiramiz. Lekin Jo'lon, Komil, sayyoralar nima olib kelar ekan? Acha. Mana onasi biza. Ye, adasi? Ha. Ha, bizni bola emas-ku bu. Mayli qo'yver. Zato kalaska chiroyli ekan. Ustiga qiz deyapti deyman, xudo beraman desa. Vaqtim bo'lmayapti, qara. Bomba, настроение bomba, kayfiyatimiz bomba. Adasi, qarang, armiyada yozgan menga xatingizni topib oldim. Salom, sevgilim. Sen bilan birga o'tgan kunlarni sog'indim. Xayolim faqat senda. Tez orada yana ko'rishamiz deb qo'chqoring. Dadasi. Tinchlikmi? Men armiyaga bormaganman u. Kim qo'chqoring? Ha? Kim qo'chqoring? Oy, dadasi. Bomba, настроение bomba. Adasi! Yana kontrmi? Davay, menga yamoch. Men terror bo'lib boshlayman. Bilaman, yoshlikdan beri terroristsiz. Xotin, 2dan kelyapman. Nima? Qanaqa 2? Hali 200im. Yo'q. Kartada shunaqa joy bor. Orqadan hujum qilish boshqacha ekanmi, adasi? O'zi menga uylanib yuzingiz yorug' bo'lgan bo'lsa, nima meni oqartirasiz? Adasi, orужиеga pul yetmay qoldi. Jinnimisan? Yo, hali ayolda mashinaning arendasi bor, 3 ta shtrapim bor, gazga, svetga pul to'lashim kerak, bolalarning bog'chasi bor, unisiga men kompyuterxonadan 120 ming qarzim bor. Ha, xotin. Meni o'ldirmoqchimisiz? Bolalaringiz onasi bo'lsam, osh-ovqatingizga qarasam, kirlaringizni yuvsam, qaynotani xizmatini qilsam, sizga yo'q demasam. Hech bo'lmasam shu yerda o'ldiray. Ha, xotin, yutqizding, bo't ekansan. Men bot bo'lsam, siz Quralay, ko'zi quralay, ko'ramiz hali ahvolingni. Bu ne derttir, ne musibet, ne beladır çekirem. Üzülür ümidlerim, tek ecele göz dikirem. Bizim eşk bahçamızın gülleri soldu ebedi. Açmayır gözlerimin yaşını her gün tökürem. Bakıram cavanlara, hamı gülür, hamı danışır. Doğrudan maraklıdır hayat kaynayıp
nimaga xotiningizga xiyonat qilaverasiz? Endi bitta gummani yeyish odamning me'dasiga tegadi. Siz o'sha gummani lavash deb tasavvur qiling. Tasavvur qilyapman. Baribir gummani ta'mi kelyapti-da. Voy, qora odammi? Qora odam. Qora odam. Qora odam. Qora odam. Qanaqa qora odam? Qora odam, uka, qora odam. Nimaga unaqa deyapsiz? Ay, 20 kundan beri shotda yashayapman. Voy, nimaga? 31-dekabrda qaynanam, qaynisingillarim bayram qilib uyga kelib, endi qishni shotda o'tkazamiz, kuyov qolibsiz deydi. Voy, voy. O'shanda beri shaqa qochib kelganman. So'g'u yana qiynalmayapsizmi? Uyda ana 4 ta so'g'i ko'rgandan ko'ra mana so'g'i ko'rganim yaxshiroq. Bo'ldimi endi shu holatda qolib ketasizmi? Yo'q. Kinet qoladi. Xudo xolasa 9-10-11 fevral kunlari Xalqlar do'stligi san'at saroyida O'zbekiston davlat satira teatrining konserti bo'lyapti. O'sha konsertga boraman. Bomba, 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 настроение bomba, 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 kayfiyatimiz bomba. Buncha unqillisan sen? Nima, tug'ish oson deb o'ylaysizmi? Qattiqdan bilardingiz bu og'riqni. Biza ham sunnat bo'lganmiz, indamasdan yuribmiz-ku. Biz o'zbeklar hech kimga ishonmaymiz. Masalan, sizda plastik karta bor. Siz uni bankomatga tiqasiz. Pulni yechib olasiz. Pul yechib olgandan keyin nima qilasiz? To'ppa-to'g'ri sanaysiz. Vot nimaga sanaysiz? Nimaga sanaysiz? Bu apparat bu, bu texnika bu. Buning ichida sizni uyingizdagilar o'tirmayapti. Uyingizdagilar o'tirib olib, "Ay qara bolam, hisobing bormi? Kecha ham olding, bugun ham kelib olsan. Bo'ldi-da endi" demaydi. Yoki buning ichida hurmatli ayollar sizlarning eringlar yo'q. "Menga qara, shuncha pulni qayoqqa ishlatyapsan? Bugunchalik shuni olib turgin, ertaga keyin qolganini ham berib olaman" demaydi. Bu apparat bu. O'zbeklar ishoninglar ozgina. Yorga o'qilar nikoh. Bosguncha turing yangalar ogoh. Nima deyapsiz? Qon yutguncha deyapman. Turing yangalar ogoh, qon yutguncha, anaqa bo'l, hushyor bo'lgin, aqlingni ishlab turgani voy. In Uzbekistan, we don't say I love you. We say menga qaraja jonga tegdingsan xotin. Menga qara muncha mendan pul so'raverasan, meni ko'rganda bankomat ko'rgandek bo'lasanmi? Sen yashashga qo'yasanmi? Na choyxonaga ruxsat berasan, na futbolga, na PlayStationga ruxsat berasan. Yashaylik maylimi? Sen xotinmisan yo'q, egomisan? Hurmatli qizlar, nimaga tualetda rasmga tushasizlar? Nimaga tualetda rasmga tushasizlar? Hozir mana ko'zimning oldida ikkita qiz g'aybilla tursunib siz bilan suratga tushib olaylik deb turib qo'ldan sudrab tualetga olib ketdi. Jeni oldiga срочный foto deb yozib qo'ygan. Fotograflar kelin kuyovni oldida emas, men tualetda oldida yuribdi. Sen tirikchilik zo'r bo'l, tirikchilik deydi. Tavba qildim. U ham mayli, oldin montajda kastim shimlar, orqaga follo qo'yib berardi, bilasizlarmi? Hozir bo'lsa, montajda orqaga tualetda rasmini qo'yib qo'yapti. Shu qizlarning Instagramga kirganda tualetdagi rasmini ko'rib, qaysi restoranga borganda bilyapmiz. Nimaga rasmga tushasiz siz tualetda? Bitta rasmga qo'y.